Dada, nimalar qilib qo'ydingiz? Litseyni bitirib yoningizga bordimda, 4 yil universitetda o'qimayman, hayotda yo'limni topaman dedim. Xo'p, o'g'lim, bilganingni qil dedingiz. Keyin ingliz tilini o'rganaman, Koreyaga ketaman dedim. Mayli o'g'lim, pul yetmasa mol-polni sotib berarman dedingiz. Biror martachi, "Yo'q, uni qilma, mana buni qilasan" demadingiz. Nari borsa menga maslahat berdingiz. Pulim yo'q paytlari siz ham pulga muhtoj edingiz. Lekin qattandir pul topib menga yetkazardingiz. Hozir ahvolimiz yaxshi, Allohga shukr. Lekin ishlamagan paytlarimda mendan biror marta minnat qilmadingiz. Hali-haligacha og'iringizni meni bo'ynimga tushirgingiz kelmaydi. Qanaqa ideal insonsiz, qanaqa krasavchik dadasiz. Meni kechiring dada. Men ahmoq bo'lgan ekanman. Tupoy bo'lgan ekanman. Har doim hayotdagi birinchi muvaffaqiyatim u bu derkanman. Hayotdagi birinchi muvaffaqiyatim sizni o'g'lingiz bo'lganimda ekan, dada. Bu gaplarni balki sizga hayotda ayta olmasman.